Davom etamiz. Ayni kunlarda telekanalimiz tomonidan start berilgan omadli tomoshabin mega aksiyasi qizg'in davom etmoqda. Unda har kuni turli sovrinlar, qimmatbaho maishiy texnika jamlanmalari o'ynalib, g'oliblar aniqlanyapti. E'tiborlisi yutuqlar o'z egalariga 24 soat ichida yetkazib berilmoqda. Ana shunday kunlik o'yinlarda navbatdagi omadli sovrin Toshkent viloyatining Chinoz tumanidan qatnashgan tomoshabinga nasib etdi. Mening yurtim telekanal tomonidan yangi yil arafasida yurtdoshlarimizni yanada xushnud etish maqsadida 24-noyabrdan 26-dekabrga qadar har kuni omadli tomoshabin aksiyasi bo'lib o'tmoqda. Shartlarni to'g'ri bajarib, yuqori ballni qo'lga kiritgan tomoshabinlarimiz esa turli xildagi sovrinlarga ega bo'lishmoqda. Ma'lumotlar kelib tushdi bizga. Chin qalbdan tabriklaymiz ularni. Hudud Toshkent viloyati va 18 ball to'plaganlar, yutug'imiz esa televizor. Televizor sovriniga sazovor bo'lgan Mo'tabar opa Ahmedova Toshkent viloyati Yallama qishlog'ida istiqomat qilib keladi. U mazkur aksiyada oila a'zolari bilan birgalikda qatnashib, omadli ishtirokchilardan biriga aylandi. Shunaqa yutuq chiqibdi. Bizni taklif qilishdi, yutuq olgan keldik mana biz. Oldin xicham, lekin anaqa o'ynardi-yu, yutmagandi. Birinchi marta yutishi. Rosa xursand bo'ldim juda ham. Mayli, omadli bo'lsin hammaga tavsiya qilaman. Hammanglar o'ynanglar, yana o'ynayapmiz, qolganlar ham uydagilar, boshqalar ham. Hammanglarga tavsiya qilaman. Aksiya shartlari juda ham oddiy. My5 telekanalini tomosha qilib, belgilangan topshiriqlarni xatosiz ketma-ketlikda bajarsangiz kifoya. Shoshiling, keyingi omadli tomoshabin siz bo'lishingiz mumkin.